jarayondan bitta jonli video qilamiz. Dachini shuni tegma mana yondi. Demak, stupenkalarimiz begushaklab bo'lgan, pastga yonib tushadi. Pastdan chiqayotganingizda tepaga yonib chiqadi. Xudo xolasa buni ustunovkasini tugatdik. Mana shunaqa kontroller bilan ishimizni bitirganmiz. Endi birinchi qavatda ikkinchi qavatga chiqadigan stupenkalarimizni nastroykasini boshlaganmiz. Shuni birgalikda qilamiz. Birinchi, demak, ta'kidlab ketadigan joyimiz shundaki, pasketkalarni tayyorlab olganimizdan keyin buni stekeriga ulaymiz. Mana shunaqa steker bor, hozir ko'rsataman. Mana shunaqa steker bo'ladi va pasketkamiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Ulamaymiz. Bu yerda ham pasketkalarimiz ulanmagan tayyor turibdi. Kontrollerga pitaniya berib olamiz. Pitaniya berganimizdan keyin mana bu tomonda endi o'zi yozib qo'ygan va ikkinchi tarafida 24 volt chiqadigan joy bor. 24 volt ulaymiz va o'rtasida demak prilejeniyasi bor. Uni telefonga demak kameraga tushib turib sketchat qilib nastroyka qilib olamiz. Xo'p, qaranglar, prilejeniyani sketchat qo'ygandan keyin mana shunaqa bizda demak menu paydo bo'ladi. Prilejeniyani logosini ham videoda qo'yib ketaman. Ilovamizda keyingi sahifaga o'tganimizdan keyin mana shunaqa holatda demak menu paydo bo'ladi va biz birin-ketin sensorlarni va uni ketidan podsvetkalarimizni ulab, demak qo'shilayotganligini tasdiqlash uchun raqamlarga e'tibor bilan qarab turamiz. Eng asosiysi sabr va izlanuvchanlikka bo'lgan fokusimizni yo'qotmagan holatda ishimizni ham mana ko'rib turganingizdek yakunlab oldik. Birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha bo'lgan zinapoyalarimizni, nastroykalarini tugatdik, sensorlarni hammasini ulab, podsvetkalarni ulab qo'ydik. Xudo xolasa cho'tki ishlab turibdi. Ko'rib turganingizdek qadamimga vaqtlarni ham to'g'rilab qo'yganmiz. Birgina shu kontroller orqali hamma ishlarimizni tugatib oldik. Simlarimiz ham alohida tashlanmagan, aytib o'tganimdek, demak, shleft bo'lgan. Hurmatli o'rtoqlar, sizlar bilan birga Saydrasl Electrolux bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Assalomu alaykum.